Speakingni tez va ravon gapirmoqchi bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Bu 4 ta beradigan maslahatim topdan top. Birinchisi bu jam texnika, ya'ni just a minute. Iloji bo'lsa, tinch joyda 1 daqiqa davomida to'xtamasdan любой bitta savolga javob berishga harakat qiling. Faqat pauza qilish mumkin emas. Pauza qildingizmi, boshqatdan boshlashingiz kerak. Juda qiyin exercise, lekin juda ham foydali. Ikkinchi top yo'l bu IELTS Speaking Assistant Questions, ya'ni eng ko'p eng qiyin savollarni mana shu ilovadan siz bitta-bitta ko'rib chiqishingiz kerak, chunki mana shu savollar sizda ekzamenda tushadi va ekzamenda ideya bilan, vocabulary bilan va grammatikal muammo bo'lmasligi uchun albatta bu savollarni ChatGPT ga tashlab qo'yib, har bittasiga javob tuzib chiqing, u javoblarni ko'rib chiqing, sizda ideya, vocabulary, grammar hammasi bo'ladi. Uchinchi, hamma yomon ko'radigan, lekin juda ham foydali narsa bu bitta uzun pauza, ya'ni libo bitta savolga javob berishdan oldin birinchi salgina pauza qiling, keyin gapiring. Birinchi, hamma xayollaringizni, ideyalaringizni yig'ib olib, vocabularyni eslab, grammarni eslab, taxminan 4-5 sekund bemalol o'ylab chiqib, keyin savolga javob berishga harakat qiling. Oxirgisi eng kulgilisi menimcha bu shunchaki speaking qilish, ya'ni iloji boricha har kun muntazam tarzda iltimos to'xtamasdan 10 minutmi, 15 daqiqami yoki 1 soatmi speaking qiling. Xohlasangiz ustoz bilan, xohlasangiz partnyor bilan, xohlasangiz o'zingiz bilan, farqi yo'q, lekin speaking qilish kerak har kun iloji boricha. Agar bu maslahatlar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, followni bosishni esdan chiqarmang.